Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan shunday bir muhim mavzuni muhokama qilamanki, uning ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin. Agar siz 60 yoshdan oshgan nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda shunday yoshi ulug' insonlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Oldimizda atigi 4 kun turibdi. Ha. Siz eshitdingiz, bor yo'g'i 4 kun. Shu muddat ichida bajarilishi shart bo'lgan bir qator ishlar mavjud bo'lib, ular sizning davlat xizmatlaridan foydalanish jarayoningizga, hatto nafaqangizni olish tartibiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki bir xabar emas, bu sizning kelajagingizga taalluqli bo'lgan jiddiy ogohlantirishdir. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamga yetkazishimizga yordam beradi. Avvallari davlat xizmatlaridan foydalanish qanday edi? Eslaysizmi? Ko'pchiligimiz uchun bu uzoq navbatlar, turli idoralarga qayta borish, ko'p qog'ozbozlik va yuzlab imzolarni talab qiladigan murakkab jarayon edi. Nafaqaxo'rlarimiz uchun esa bu yanada qiyinroq edi. Jismoniy imkoniyatlari cheklangan, uzoq manzillarda yashovchi keksalarimiz uchun har bir ma'lumotnoma yoki ariza uchun shaharning bir chetidan ikkinchisiga borish haqiqiy azobga aylangan edi. Masalan, nafaqa summasini aniqlash, imtiyozlarni tekshirish yoki biron bir ijtimoiy yordam turini rasmiylashtirish uchun bir nechta hujjatlar yig'ib tegishli muassasaga shaxsan borish kerak edi. Ba'zan bitta hujjat notori to'ldirilgani yoki biror ma'lumot yetishmagani tufayli yana bir necha kunlab vaqt yo'qotilgan holatlar ham bo'lardi. Bu esa ko'pincha ruhiy tushkunlikka, hafsalasizlikka va hatto ayrim hollarda o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmaslikka olib kelardi. Bu holatlar ko'p vaqtingizni va asablaringizni olardi. Har bir davlat muassasasida o'zining alohida tartibi va ish yuritish usuli bor edi. Bu esa umumiy jarayonni yanada murakkablashtirardi. Qog'oz hujjatlarning ko'pligi esa ularni yo'qotish yoki noto'g'ri joylashtirish xavfini oshirardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan keng ko'lamli raqamlashtirish dasturi ishga tushirildi va uning eng muhim qismi bu davlat ilovasi deb nomlangan yagona elektron platforma bo'ldi. Bu ilova barcha davlat xizmatlarini bir joyga jamlash, fuqarolarning hayotini osonlashtirish va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish maqsadida yaratildi. Siz endi uzoq navbatlarda turishingiz shart emas, har bir hujjat uchun alohida idoraga cho'pishingiz ham shart emas. Har qanday xizmatni uyingizdan turib, smartfoningiz yoki kompyuteringiz orqali olish imkoniyati yaratildi. Bu tizim sizga vaqtingizni tejash, ortiqcha xarajatlardan qochish va davlat xizmatlarini shaffofroq tarzda olish imkoniyatini beradi. Misol uchun, ilgari nafaqa haqidagi ma'lumotni olish uchun aynan pensiya jamg'armasiga borish kerak bo'lsa, hozir bu ma'lumotni bir necha tugma bosish orqali olishingiz mumkin. Ammo xuddi shu qulayliklar bilan birga biz hammamiz uchun muhim bo'lgan bir chaqiriq ham paydo bo'ldi. Aynan shu davlat ilovasi bilan bog'liq holda 60 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarimiz uchun maxsus muddatli bir talab qo'yildi. Bu talab kelasi 4 kun ichida bajarilishi shart va uni e'tiborsiz qoldirish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu shubhasiz raqamli texnologiyalardan xabardor bo'lmagan, smartfon yoki internet bilan ishlashga qiynalgan keksalarimiz uchun biroz murakkablik tug'dirishi mumkin. Ammo ushbu videoda men sizga bu jarayonni bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Toki hech kim bu muhim imkoniyatdan chetda qolib ketmasin. Bu shunchaki bir ilovaga kirish emas, balki sizning nafaqa olish tartibingiz, ijtimoiy himoya kafolatlaringiz va davlat bilan muloqotingizning yangi, zamonaviy usulga o'tishingiz demakdir. Bu o'zgarish nafaqat shaxsiy ma'lumotlarni yangilash, balki kelgusida yanada ko'p davlat xizmatlarining aynan shu platforma orqali taqdim etilishi uchun asos yaratadi. Keling, endi eng muhim qismga o'tsak, aniq nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, davlat ilovasi endilikda nafaqa xizmatlari bilan bog'liq ayrim muhim jarayonlar uchun asosiy aloqa kanali bo'lib qoladi. Sizning nafaqa to'g'risidagi ma'lumotingizni yangilash, ehtimoliy imtiyozlar haqida xabardor bo'lish, hatto nafaqa to'lovlarini olish bilan bog'liq ba'zi operatsiyalarni amalga oshirish uchun ushbu ilovadan foydalanish majburiy bo'lishi mumkin. 4 kunlik muddat esa aynan shu ilovada qaysidir muhim amalni bajarish, aniqrog'i o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash yoki yangi tizimga rasman o'tganingizni qayd etish bilan bog'liqdir. Agar siz bu jarayonni o'z vaqtida yakunlamasangiz, u holda kelgusida
nafaqangizni olishda jiddiy uzilishlar yoki qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu shunchaki bir maslahat emas, bu majburiy talabdir. Chunki davlat bürokratik jarayonlarni raqamlashtirish orqali yanada shaffof va samarali tizim yaratishni maqsad qilgan. Kim xavotir olishi kerak? Har bir 6 yoshdan oshgan nafaqaxo'r, ayniqsa quyidagi toifalarga kiruvchilar. Hali davlat ilovasini yuklab olmaganlar yoki undan umuman foydalanmaganlar. Bu siz uchun eng birinchi qadam bo'lishi kerak. Ilova yo'q bo'lsa, siz kelayotgan o'zgarishlardan bexabar qolasiz va kerakli choralarni ko'ra olmaysiz. Bugungi kunda davlat xizmatlarining katta qismi aynan shu ilova orqali taqdim etilayotgani hisobga olsak, ilovani o'rnatmaslik sizni ko'plab qulayliklardan mahrum qiladi. 2 ilovadan foydalansada. Lekin o'z shaxsiy kabinetida, profilida ma'lumotlarni to'liq yangilamagan yoki tasdiqlamaganlar. Ba'zida ilovani yuklab olamiz, lekin barcha bo'limlarni tekshirmaymiz. Nafaqaga oid bo'limda ham yangilash yoki tasdiqlash talab qilinishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar borligiga ishonch hosil qiling. Agar ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, tizim sizni eski ma'lumotlar bilan bog'liq deb hisoblab to'lovlarni to'xtatishi mumkin. O'tik hali ham nafaqasini an'anaviy usulda, ya'ni pochta bo'limi orqali naqd pulda olayotganlar. Yangi tizim ko'proq bank kartalari yoki elektron hamyonlar orqali to'lovlarni rag'batlantiradi. Agar siz o'z ma'lumotlaringizni yangi tizimga kiritmasangiz, kelgusida naqdsiz hisob kitoblarga o'tishda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu nafaqat nafaqa olish tartibiga, balki boshqa ijtimoiy to'lovlarni olishga ham ta'sir qilishi mumkin. 4. Smartfon yoki internet bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch keladiganlar. Bu albatta tabiiy holat. Chunki zamonaviy texnologiyalar ba'zan katta avlod vakillari uchun murakkab tuyulishi mumkin. Ammo bu vaziyatda yordam so'rashdan uyalmang. Texnologiyalarning tez rivojlanishi ba'zan har kim ham ularga moslasha olmasligini tushunamiz. Lekin bu sizni muhim davlat xizmatlaridan chetlatmasligi kerak. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz allaqachon davlat ilovasining faol foydalanuvchisi bo'lsangiz, o'z shaxsiy kabinetingizdagi barcha ma'lumotlaringiz yangilangan va tasdiqlangan bo'lsa, shuningdek nafaqaga xizmatlari bilan bog'liq barcha bo'limlarda kerakli amallarni bajargan bo'lsangiz, demak siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo shunga qaramay, 4 kun ichida yana bir marta barcha bo'limlarni, ayniqsa nafaqaga oid qismini diqqat bilan tekshirib chiqishingizni maslahat beraman. Xato qilmaslik uchun ortiqcha ehtiyotkorlik hech qachon zarar qilmaydi. Shunchaki bir tekshiruv sizni kelgusidagi ortiqcha tashvishlardan xalos qilishi mumkin. Endi esa ushbu o'zgarishlar hayotda qanday ko'rinishini aniqroq tushunish uchun bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalsak. Bu misollar sizga vaziyatning mohiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi va to'g'ri qaror qabul qilishga undaydi. Birinchi misol, Dilbar opaning nafaqa sarguzashtlari. Tasavvur qiling, 72 yoshli Dilbar opa qishloqda yashaydi. Uning smartfoni bor, lekin undan asosan farzandlari bilan gaplashish, video qo'ng'iroq qilish uchun foydalanadi. Internet bank yoki davlat xizmatlari ilovalari bilan ishlash uning uchun qorong'u o'rmondek. U nafaqasini har oy pochta orqali qishloq pochta bo'limiga borib, naqd pulda oladi. U davlat ilovasi haqida eshitgan, ammo bu unga tegishli emas deb o'ylaydi, chunki u hamma ishini an'anaviy usulda bajaradi. Uning yoshi va turmush tarzi bunga imkon beradi deb hisoblaydi. Opa, men hech qayerga chiqmayman, uyda o'tiraman. Nima keragi bor menga bu internet degan narsalarning deb fikr yuritadi. Uning atrofidagi ba'zi tengdoshlari ham shunday fikrda bo'lganligi sababli Dilbar opa o'zini to'g'ri yo'lda deb biladi. Lekin yangi qoidaga ko'ra u o'z shaxsiy ma'lumotlarini 4 kun ichida davlat ilovasi orqali tasdiqlash yoki yangi tizimda ro'yxatdan o'tish kerak edi. Dilbar opa bu haqida eshitmagan. Uning xabardor emasligi tufayli belgilangan muddat o'tib ketdi. Natijada keyingi oyda uning nafaqa to'lovlarida uzilishlar yuzaga keldi. U pochta bo'limiga borganda unga sizning ma'lumotlaringiz yangilanmagan, biz sizga nafaqa bera olmaymiz deb javob berishdi. Opa sarosimaga tushdi, xavotirlandi. Oziq-ovqat sotib olishga, dori-darmonga puli yo'q edi. U farzandlariga qo'ng'iroq qildi. Ular shahardan kelib, uning muammosini hal qilishga majbur bo'lishdi. Bu bir necha kun davom etgan bürokratik jarayon va o'yilga tushgan ortiqcha xarajatlar va tashvishlar edi. Farzandlari ishdan ruxsat olib, qishloqqa yetib kelgunicha 2 kun vaqt ketdi. So'ngra ular Dilbar opani o'zlari bilan davlat xizmatlari markaziga olib borishdi. U yerda navbat kutishdi. Barcha ma'lumotlar qayta tekshirildi. Qo'shimcha arizalar yozildi. Eng achinarlisi,
Bu holatga asosan xabardorlikning yetishmasligi va zamonaviy texnologiyalarga moslashishdagi qiyinchilik sabab bo'ldi. Uning nafaqasi bir oydan so'ng barcha hujjatlar rasmiylashtirilgachgina qayta tiklandi. Bu nafaqat moliyaviy yo'qotish, balki ruhiy stress ham edi. Chunki bir oylik nafaqa kunlik ehtiyojlar uchun juda muhim edi. Ikkinchi misol, Sobir boboning raqamli yordamchi sarguzashtlari. 61 yoshli Sobir bobo shaharda yashaydi. Uning ham smartfoni bor. Lekin undan asosan qo'ng'iroqlar uchun foydalanadi. Internetdan foydalanish borasida bilim va tajribasi kam. Davlat ilovasi haqida eshitgach u bir oz xavotirlandi, chunki o'zi buni qanday qilishni bilmasdi. Biroq u taslim bo'lmadi. Bobo aqlli va mas'uliyatli odam. U darhol nabirasidan yordam so'radi. Nabirasi esa juda tezkor va zamonaviy texnologiyalardan yaxshi xabardor. U bobosining smartfoniga davlat ilovasini yuklab oldi. Ro'yxatdan o'tishda yordam berdi va kerakli bo'limga kirib, ma'lumotlarni tasdiqlash jarayonini bosqichma-bosqich tushuntirdi. Ular birgalikda boboning shaxsiy ma'lumotlarini kiritishdi. ID karta skanerlashdi va tizimda faollashtirishni amalga oshirishdi. Butun jarayon yarim soatdan ham kamroq vaqt oldi. Nabirasi har bir qadamni tushuntirib bordi. Masalan, mana bu yerga pasport seriyangizni yozasiz, mana bu yerga JSHR raqamingizni kiritasiz, keyin yuzingizni telefon kamerasiga ko'rsatib, shaxsingizni tasdiqlaysiz deb. Natijada Sobir boboning nafaqa to'lovlari muammosiz kelishda davom etdi. U nafaqasini vaqtida oldi. Balki ilova orqali yangi imtiyozlar, masalan, dorixonalar uchun chegirma yoki jamoat transportidan bepul foydalanish huquqlari haqida ham xabardor bo'ldi. U ilovadagi xabarnomalar orqali o'z nafaqa hisobini doimiy ravishda kuzatib borishi mumkinligini tushunib yetdi. Masalan, sizga ijtimoiy himoya paketiga kiritilgan yangi chegirmalar taqdim etildi. Batafsil ma'lumot uchun imtiyozlar bo'limiga kiring kabi xabarnomalar unga yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Bu esa unga ortiqcha tashvish va yugur-yugurlardan xalos bo'lishga yordam berdi. Sobir bobo misoli shuni ko'rsatadiki, hatto texnologiyalari bilan unchalik do'st bo'lmasangiz ham yordam so'rashdan uyalmaslik kerak. Yaqinlaringizning yordami bilan bu jarayonni osonlikcha hal qilish mumkin. Bu nafaqat nafaqani saqlab qolish, balki yangi imkoniyatlar eshigini ochish demakdir. Chunki raqamli platformalar nafaqat mavjud xizmatlarni taqdim etadi, balki yangi imkoniyatlar haqida ham xabar beradi. Uchinchi masol Ro'hat buvining tushunmovchiliklari. 68 yoshli Ro'hat buvi shaharda yolg'iz yashaydi. Uning smartfoni bor va unda davlat ilovasi ham o'rnatilgan. Lekin u bu ilovadan faqat kommunal to'lovlarni to'lash, ba'zida mobil balansni tekshirish uchun foydalanadi. Uning fikricha, ilova bu shunchaki to'lovlarni amalga oshiradigan bir vosita. U ilovaning boshqa funksiyalari, ayniqsa nafaqaga oid bo'limlari borligiga e'tibor bermagan va ulardan foydalanish kerakligini bilmagan. U nafaqasini har oy bank kartasiga o'tkazib oladi va kartasi har doim muammosi ishlagani uchun hech qanday muammo bo'lmaydi deb hisoblaydi. Bu holatda Ro'hat buvi o'zining raqamli savodxonligi borligiga ishongan, ammo ilovaning to'liq funksionalligini anglamagan. 4 kunlik muddat yaqinlashayotganini eshitgach, u biroz o'yladi. Lekin o'zi ilovadan foydalangani uchun bu unga tegishli emas deb o'yladi. U men ilovani bilaman-ku, kommunal to'layman. Demak, menda muammo yo'q deb o'zini xotirjam qildi. Ammo masala shundaki, davlat ilovasida nafaqaga oid xizmatlar uchun alohida bo'lim mavjud va aynan shu bo'limda o'z ma'lumotlarini yangilash yoki tasdiqlash talab qilingan edi. Ro'hat bu bo'limga hech qachon kirmagani uchun kerakli amallarni bajarmadi. Natijada u ham Dilbar opa-singari nafaqa to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelish xavfi ostida qoldi. Yaxshiyamki, u qo'shnisidan bu haqida eshitib, qo'shnisi aynan qaysi bo'limga kirish kerakligini, masalan, nafaqa va ijtimoiy xizmatlar bo'limida nafaqa oluvchining ma'lumotlarini yangilash tugmasini bosish kerakligini aniq ko'rsatib berdi. Shundan so'ng Ro'hat bu oxirgi lahzada o'z ma'lumotlarini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, ilovaga ega bo'lishning o'zi yetarli emas. Balki uning ichidagi muhim bo'limlarni ham diqqat bilan o'rganish va unda talab qilingan amallarni bajarish zarur. Texnik jihatdan ilovadan foydalana olish bilimi bor bo'lsa ham, aynan qaysi xizmat yoki bo'limga e'tibor berish kerakligini bilmaslik ham muammolarga olib kelishi mumkin. Endi esa ushbu muhim jarayonda duch kelishi mumkin bo'lgan istisnolar, to'siqlar va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlar haqida so'z yuritaylik. Bu ma'lumotlar sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishga yordam beradi.
istisnolar bu qo'yda kimlarga tegishli emas yoki ular uchun alohida tartib qanday? Garchi umumiy qo'yda barcha 6 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarga tegishli bo'lsa-da, ba'zi hollarda alohida yondashuv talab qilinadi. 1. To'shakda o'tgan og'ir kasallikka chalingan nafaqaxo'rlar. Bu toifadagi fuqarolar uchun davlat tomonidan maxsus yordam mexanizmlari joriy qilingan. Agar oila a'zolaringiz yoki yaqinlaringiz orasida shunday insonlar bo'lsa, ularni majburan qayergadir olib borishga yoki smartfon bilan qiynashga hojat yo'q. Bunday holatlarda hududiy ijtimoiy himoya bo'limlari yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalla qo'mitalari xodimlariga murojaat qilishingiz kerak. Ular uyga kelib, zarur ma'lumotlarni to'plash, hujjatlarni rasmiylashtirish yoki tizimda ro'yxatdan o'tishga ko'maklashishlari lozim. Ba'zi hollarda ular hatto xizmatni onlayn ravishda masofadan turib ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin. Buning uchun faqatgina shaxsiy guvohnomaning asl nusxasi talab qilinadi. Bu jarayonni tezlashtirish uchun oldindan tegishli idoraga murojaat qilib, uyga xodim chaqirishni so'rashingiz tavsiya etiladi. Esda tuting, bu yordam bepul va sizning qonuniy haqingizdir va davlat bu kabi vaziyatlarda har doim o'z fuqarolarini qo'llab-quvvatlaydi. 2. Jismoniy yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan, mustaqil ravishda raqamli xizmatlardan foydalana olmaydigan fuqarolar. Bunday shaxslar uchun ham xuddi yuqoridagi kabi ijtimoiy himoya bo'limi yoki mahalla mutasaddilarining ko'magi zarur. Agar ularning vasiylari yoki qonuniy vakillari bo'lsa, ular ushbu shaxs nomidan barcha jarayonlarni amalga oshirish huquqiga egalar. Bu vaziyatda vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, notarius tomonidan tasdiqlangan vasiylik guvohnomasi yoki ishonchnoma. Muhimi, hech kim e'tibordan chetda qolmasligi va o'z huquqlaridan to'liq foydalana olishi kerak. Davlat shu kabi toifalardagi fuqarolarga alohida e'tibor qaratadi va ularni raqamlashtirish jarayonida ham himoyasiz qoldirmaydi. 30. Smartfon yoki internetga ega bo'lmagan, yashash joyida internet aloqasi bo'lmagan fuqarolar. Hozirgi kunda bunday holatlar kamayib bormoqda, ammo baribir mavjud. Agar sizda smartfon bo'lmasa yoki yashash joyingizda internet sifatsiz bo'lsa, siz davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bu markazlarda maxsus mutaxassislar mavjud bo'lib, ular davlat ilovasi orqali ro'yxatdan o'tishda va kerakli amallarni bajarishda sizga bepul yordam berishadi. Shunchaki o'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta olib borishingiz kifoya. Bundan tashqari mahalla faollari ham bu jarayonda ko'mak berishlari mumkin. Ular o'zlarining shaxsiy smartfonlaridan foydalanib, lekin sizning ma'lumotlaringizni himoyalagan holda sizga yordam berishlari mumkin. 4. Qariyalar uylari, nogironlar uylari kabi ijtimoiy muassasalarda yashaydigan nafaqaxo'rlar. Bunday muassasalarning ma'muriyat yoki mas'ul xodimlari o'z qaramog'idagi shaxslarning ma'lumotlarini yangilash va davlat ilovasidagi kerakli amallarni bajarish uchun javobgardirlar. Ular markazlashtirilgan tarzda barcha zarur choralarni ko'rishlari kerak. Shunday bo'lsa-da, agar sizning yaqinlaringiz shu kabi muassasalarda bo'lsa, ularning ma'muriyati bilan bog'lanib, bu masalaning hal etilganligiga ishonch hosil qilishingiz ortiqcha bo'lmaydi. Bu ularning huquqlari himoyalanganligini va nafaqalarini olishda hech qanday uzilishlar bo'lmasligini ta'minlaydi. To'siqlar va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlar, pitfalls. Bu o'zgarishlardan foydalanib firibgarlar ham faollashishi mumkin. Ularning tuzog'iga tushib qolmaslik uchun juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Firibgarlik harakatlari, scams. Hech qachon hech kimga, ayniqsa telefon orqali o'z bank karta raqamingiz, PIN kodingiz, CVV kodingiz yoki davlat ilovasiga kirish uchun login va parolingizni aytmang. Davlat xizmatlari xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar kimdir o'zini davlat xizmati vakili deb tanishtirib sizdan ushbu ma'lumotlarni talab qilsa, darhol aloqani o'zing va huquq tartibot organlariga xabar bering. Faqatgina rasmiy davlat xizmatlari markazlariga yoki ishonchli oila a'zolaringizga murojaat qiling. Ilovani faqat rasmiy Play Market, Android uchun yoki App Store, iOS uchun do'konlardan yuklab oling. Boshqa manbalardagi davlat ilovasi nomli dasturlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Ba'zida firibgarlar sizga SMS orqali nafaqangizga qo'shimcha mablag' o'tkazish uchun ushbu havolaga o'ting kabi xabarlar yuborishi mumkin. Bunday havolalarga aslo kirmang. Ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish. Ilovada ma'lumotlarni kiritishda har bir raqam, har bir harfga e'tibor bering. Noto'g'ri kiritilgan shaxsiy ma'lumotlar, masalan, pasport seriyasi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, JSHSHIR
keyinchalik jiddiy muammolarga, jumladan nafaqa to'lovlarining kechikishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, bitta raqamning noto'g'ri kiritilishi sizning ma'lumotlaringizni bazadagi mavjud yozuv bilan mos kelmaydigan qilib qo'yishi va natijada tizim sizni identifikatsiya qila olmasligi olib kelishi mumkin. Yaxshisi, biror yaqiningizga 2 marta tekshirib ko'rsating. O'tdim, parolni unutish yoki yo'qotish. Davlat ilovasiga kirish uchun belgilangan login va parolni eslab qolish juda muhim. Agar uni unutib qo'ysangiz, parolni tiklash jarayoni biroz vaqt talab qilishi mumkin. Bu esa 4 kunlik muddat cheklangan sharoitda ortiqcha stressga sabab bo'lishi mumkin. Yaxshisi, uni ishonchli joyga yozib qo'ying yoki yaqinlaringizga xabar bering, lekin aslo begonalarga emas. Parolingizni boshqalar bilishiga yo'l qo'ymang, chunki bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. 4. Texnik nosozliklar. Ba'zida serverlarda yuklama ko'payishi yoki dasturiy ta'minotdagi kichik xatolar tufayli ilovada ishlamay qolish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bunday vaziyatda vahima ko'tarmang. Birozdan keyin qayta urinib ko'ring yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Deadline yaqinlashgani sari bu kabi nosozliklar ko'payishi mumkin. Shuning uchun oxirgi kunga qoldirmasdan imkon qadar tezroq harakat qilish tavsiya etiladi. Ertaroq harakat qilib, kutilmagan texnik muammolarga duch kelish ehtimolini kamaytirasiz. 5. Aynan qanday turdagi harakat talab qilinayotganini tushunmaslik. Ilova juda ko'p funksiyalarga ega bo'lishi mumkin. Sizdan nafaqani olish uchun aynan qaysi bo'limdagi qaysi tugmani bosish yoki qaysi ma'lumotni tasdiqlash talab qilinayotganini aniq tushunib olish muhim. Ba'zida shunchaki ilovaga kirish emas, balki nafaqa xizmatlari bo'limiga o'tib, ma'lumotlarni tasdiqlash tugmasini bosish kerak bo'ladi. Bu kabi muhim xabarnomalar odatda ilovaning asosiy sahifasida yoki xabarlar bo'limida ko'rinadi. Ularni diqqat bilan o'qib chiqing. Har bir bildirishnomani to'liq tushunib olmasdan harakat qilmang. Ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlar, unobvious nuances, bu o'zgarishlarning ba'zi bir nozik tomonlari bor. Birga, hamma xizmatlar ham raqamlashtirilmaydi. Garchi ko'p xizmatlar davlat ilovasi orqali amalga oshiriladigan bo'lsa-da, ayrim maxsus holatlar, masalan, meros bilan bog'liq nafaqa masalalari sud qarorlari asosidagi o'zgarishlar yoki chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun hali ham jismoniy hujjatlarni topshirishni yoki shaxsiy tashrifni talab qilishi mumkin. Bu istisnolar haqida odatda ilovaning o'zida yoki davlat xizmatlari markazlarida qo'shimcha ma'lumot beriladi. Shuning uchun ilovada topa olmagan xizmatingiz bo'lsa, darhol tushkunlikka tushmang. Vaziyatni aniqlashtirish uchun rasmiy manbalarga murojaat qiling. 2. Yangi imtiyozlar va dasturlar haqida xabardorlik. Davlat ilovasi shunchaki mavjud nafaqani olish platformasi emas. Bu yangi ijtimoiy dasturlar, imtiyozlar, chegirmalar va hukumatning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini e'lon qiladigan kanal hamdir. Agar siz ilovadan faol foydalanib tursangiz, bu yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Lekin unutmaslik kerakki, bu imtiyozlarni olish uchun ko'pincha sizdan ilova qilish yoki ariza yuborish talab qilinadi. Ular avtomatik tarzda berilmaydi. Shuning uchun ilovadagi xabarlar va imtiyozlar bo'limlarini muntazam tekshirib turish tavsiya etiladi. Bu sizga moliyaviy foyda keltirishi mumkin bo'lgan qo'shimcha yordamlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Doimiy yangilanishlar zarurati. Raqamli platformalar doimiy rivojlanib boradi. Davlat ilovasi ham vaqti bilan yangilanib turadi. Ilovaning so'nggi versiyasini o'rnatib borish juda muhim. Yangilanmagan ilova ba'zi funksiyalarni noto'g'ri bajarishi yoki umuman ishlamay qolishi mumkin. Bu esa sizga kerakli xizmatni olishda qiyinchilik tug'diradi. Smartfoningizning sozlamalarida avtomatik yangilanish funksiyasini yo'qib qo'yishni maslahat beraman, agar bu siz uchun qulay bo'lsa. Aks holda muntazam ravishda Play Market yoki App Store ga kirib, ilova yangilanganligini tekshirib turing. Yangilangan versiyalar ko'pincha yaxshilangan xavfsizlik va yangi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Bu jihatlarni tushunish sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos etadi va jarayonni muammosiz yakunlashga yordam beradi. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar va aniq ko'rsatmalar. Bu yerda men sizga qadam-baqadam nima qilishingiz kerakligini tushuntiraman, toki siz ushbu 4 kunlik muddat ichida barcha zarur choralarni ko'rishingiz mumkin. Qadam 1. Davlat ilovasini tekshirish va o'rnatish. Avvalo, smartfoningizda davlat ilovasi o'rnatilganligini tekshiring. Agar o'rnatilmagan bo'lsa, darhol rasmiy manbalardan yuklab oling.
Android smartfonlari uchun Google Play Marketga kiring. Qidiruv maydoniga davlat xizmatlari yoki MyGov deb yozing va rasmiy ilovani topib, o'rnatish tugmasini bosing. Rasmiy ilovaning logotipi davlat gerbi bilan birga bo'lishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi sifatida davlat xizmatlari agentligi ko'rsatilganligiga e'tibor bering. iPhone iOS smartfonlar uchun App Store'ga kiring. Qidiruv maydoniga davlat xizmatlari yoki MyGov deb yozing va rasmiy ilovani topib, yuklab olish tugmasini bosing. Bu yerda ham ishlab chiqaruvchiga e'tibor bering. Muhim eslatma, hech qachon notanish veb saytlardan yoki begona shaxslar yuborgan havolalar orqali ilovani yuklab olmang. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Faqat rasmiy ilova do'konlaridan foydalaning. Ular ilova xavfsizligini kafolatlaydi. Qadam 2. Ro'yxatdan o'tish yoki tizimga kirish. Agar siz ilovada hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bu birinchi navbatdagi vazifangiz. Ro'yxatdan o'tish uchun sizga quyidagilar kerak bo'ladi. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, JSHR va pasport seriya raqami, telefon raqami sizning nomingizga rasmiylashtirilgan. SS xabarnomalar qabul qila oladigan faol telefon raqami. Ro'yxatdan o'tish jarayoni odatda juda sodda. Ilovadagi ko'rsatmalarga amal qiling. Agar siz ilgari MyGov.uz portali orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ilovaga shu login va parolingiz bilan kirishingiz mumkin. Agar parolingizni unutgan bo'lsangiz, parolni tiklash funksiyasidan foydalaning. U sizga yangi parolni o'rnatishga yordam beradi. Qadam 3. Nafaqa xizmatlari bo'limini topish. Ilovaga kirganingizdan so'ng uning asosiy menyusini diqqat bilan ko'zdan kechiring. Odatda ilovaning bosh sahifasida turli xizmatlar ikonkalari joylashgan bo'ladi. Siz nafaqa, ijtimoiy himoya, pensiya yoki shunga o'xshash nomdagi bo'limni qidirishingiz kerak. Ba'zida bu bo'lim barcha xizmatlar ichida yashiringan bo'lishi mumkin. Uni topishda qiyinchilik tug'ilsa, qidiruv funksiyasidan foydalaning. Odatda lupa belgisi bilan ko'rsatiladi. Bo'lim nomlari mamlakatning rasmiy tilida, O'zbekistonda o'zbek tilida ko'rsatiladi. Qadam 4. Kerakli amalni aniqlash va bajarish, ma'lumotlarni tasdiqlash, profilni yangilash. Nafaqa xizmatlari bo'limiga kirganingizda, u yerda e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan bir muhim xabarnoma yoki tugma bo'lishi shart. Bu ma'lumotlarni tasdiqlash, profilni yangilash, davriy tekshiruvdan o'tish yoki shunga o'xshash nomda bo'lishi mumkin. Aynan shu xabarnomaga bosing. Nimalar talab qilinishi mumkin? Sizdan yana bir bor shaxsiy ma'lumotlaringizni, ismi, familiyasi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumotlari, JSHR, yashash manzili, tekshirish, tasdiqlash talab qilinishi mumkin ba'zi hollarda. Tizim sizning yuzingizni skanerlash orqali identifikatsiya qilishni so'rashi mumkin. Face ID funksiyasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlash va firibgarlikning oldini olish uchun zarur. Agar shaxsiy telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, uni ham yangilash imkoniyati bo'ladi. Bank karta ma'lumotlaringizni ham tekshirib qo'yish ortiqcha bo'lmaydi. Chunki nafaqa aynan shu kartaga o'tkaziladi. Qadam 5. Ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan kiritish, tasdiqlash va yuborish. Barcha talab qilingan maydonlarni diqqat bilan to'ldiring. Har bir ma'lumotni 2 marta tekshirib ko'ring. Noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar kelgusida muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa JSHR raqamini kiritishda xatolikka yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Chunki bu raqam shaxsiy identifikatsiya uchun asosiy hisoblanadi. Agar shubhalansangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng tasdiqlash yoki yuborish tugmasini bosing. Bu bosishdan oldin barcha kiritilgan ma'lumotlarni oxirgi marta ko'rib chiqing. Qadam 6. Operatsiyaning muvaffaqiyatli yakunlanganini tasdiqlovchi xabar olish. Amalni bajarganingizdan so'ng odatda sizga sizning ma'lumotlaringiz muvaffaqiyatli yangilandi yoki siz davlat ilovasida qayta ro'yxatdan o'tdingiz kabi tasdiqlovchi xabar keladi. Ba'zan bu xabar SMS orqali ham yuborilishi mumkin. Bu xabarni saqlab qo'yishingizni tavsiya qilaman. Ehtimol kelgusida kerak bo'lib qolar. Agar tasdiqlovchida xabar kelmasa, tizimda biror xato yuz bergan bo'lishi mumkin. Jarayonni qayta takrorlang yoki yordam uchun murojaat qiling. Qadam 7. Muammolar yuzaga kelsa, nima qilish kerak? Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki texnologiyadan xabardor boshqa oila a'zolaringizga murojaat qiling. Ularning ko'magida bu jarayon ancha oson kechadi. Mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Mahalla raislari va faollar nafaqaxo'rlarga yordam berishga mas'uldirlar. Ular sizga kim yordam bera olishini aytishadi yoki o'zlari bevosita ko'mak berishadi.
Mahallaning ijtimoiy xodimlaridan ham yordam so'rash mumkin. Davlat xizmatlari markazlariga DXM boring. Agar oilangizda yordam beradigan hech kim bo'lmasa yoki texnik qiyinchiliklar o'ta murakkab bo'lsa, u holda DXMga shaxsan murojaat qiling. O'zingiz bilan pasportingizni yoki ID kartangizni oling. DXM xodimlari sizga bepul yordam berishadi. Ular kompyuter orqali yoki o'z smartfonlari yordamida jarayonni sizning nomingizdan amalga oshirishlari mumkin. Buning uchun ularda barcha kerakli jihozlar mavjud. Ishonch telefoni orqali bog'laning. Davlat xizmatlari agentligining ishonch telefonlari mavjud. Bu raqamlarni my.gov.uz veb saytidan topishingiz mumkin. Ular sizga maslahat berishadi va qanday harakat qilish kerakligini tushuntirishadi. Telefon orqali maslahat olish ko'pchilik uchun qulay usul hisoblanadi. Unutmang, bu jarayonni o'z vaqtida yakunlash sizning manfaatingiz uchun xizmat qiladi. Sizning qulayligingiz va huquqlaringizning himoyasi uchun davlat tomonidan yaratilgan bu imkoniyatdan to'liq foydalanish kerak. Agar sizda biron bir savol tug'ilgan bo'lsa, sharhlarda yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotni boshqa insonlarga, ayniqsa keksa oila a'zolaringiz va tanishlaringizga ulashing. Birgalikda biz barchaning xabardor bo'lishini ta'minlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.